Bezos kelyapti. Qani bo'pti? Bu meni kibrsan deb jonimga teganda, shuning uchun oz kelsa normalniy so'rashni. Bu mas seni ham kibrga chiqarib yuboradi bu. Do'st. Yaxshimisiz? O, Qodir Tolib blog. Assalomu alaykum. Rol o'ynamay qo'ying. So'rashlardan samimiy emas. Xuddi odam tanisa o'sha kibrni yoqishlari kerak. Ha, blogerlar qismat shu ekan. Oddiy odam bo'lib yuraveringlar, oddiyligiga nima yetsa. Men uni salfetga ham 100 marta moshina. Nima bunga? Ay yo'q, oyog'ingni arting, jinnimisan? Kibr sultoni. Siz o'zingizcha endi elitni qatlam bo'lib qoldingiz-da. Kibr bo'lma, mensimasdan, ha? Jirkanmagin do'stinglar. Men Max artib ko'rsatib qo'y bunga. Yuzim toza. Ya artib ko'rsatib qo'y, ishonmayapsan, kibrmasdan, mana kibrlarni ko'rsatib qo'ygan. Kibr qirolichasi. O'zingdan katta salom bermaysanmi? Qani katta? Mana archa sandan yosh katta salom ber, kibr. Assalomu alaykum. Ha, kibrda? Namanganga nima chaqirdingiz? Mana Mustafa restoranga kirib ovqatlanib gaplashaylik. Baqirma, bari kibrsan, yurchi. Xo'sh, qali, ovqatlari yoqdimi? Ovqat zo'ragan, tezroq shotni chaqirgin, ketamiz. Yo, menga qara, bu restoran o'zimniki. Namangan Parsiz degan joyda ochganman. Bugun hamma narsa meni hisobimda. Xo'pmi? Buni kibr tutib tegishni maqtanishib tutsan, ha? Pul yo'q deb o'ylaysanmiz, ha? Pulni ko'rsataysan, yo'q, bugun emas, pulni ko'rsataman. Qancha pul kerak, ha? Pul kerakmi? Ha, pul bilan betingga uraman, tushundingmi? Ha, behruz kassan pulini sochyapsan. Siz momada bloger bo'lib kelsiz, bunga o'xshab kibr bo'lmaydi. Kibr.